Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, akalar, bugungi Xudo xolasa inshaalloh qo'y, qo'chqor, sovlo, baqish sirlarini qo'yamiz. Bor ma'lumotni, sirlarni ochiq oydin aytib sizlarga bugun Xudo xolasa zo'r fermadan ajoyib semiz qo'chqor, semiz sovlolarni ko'rsatamiz. Xudo xolasa o'ta chotki, o'tadigi nima deydi? 200 talab qo'y baqa yurgan fermer akamizni uylariga kelganmiz. Xudo xolasa sizlarga o'ta zo'rlardan yoritib boramiz. Bor sir-asrorni ochib boramiz. Qo'ylarni o'ta legendalarni haqiqiy katta qo'y qilib, kichkina oriq hali pachaq qo'ylardan katta qo'y chiqarib boradigan akamizni xonadoniga kelganmiz. Akalar, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun foydali, bor ma'lumotni beramiz. Xudo xolasa biz o'zimiz uchun emas, sizlar uchun qo'yyapmiz. Chiroyli, chotki obzor qilamiz. Xudo xolasa sizlarga bor sir-asrorni ochamiz. O'zlari qozonda yem pishiryaptilar shekilli. Hurmatlilar aka. Salomat bo'ling. Kelib oldingizmi aka? Aka, bugungi Xudo xolasa qo'ylarni bir baqsirlarni Aka bugun qo'y baqsirlar ochib berasiz-da o'zingizdan. Baqsirlarni aka nechalik tarjiba. Hammani bormi? Qo'y olib baqish kerak. Qanday qilib qo'y ko'paytirish kerak. Nima qo'ydi kasali bor. Hamma ma'lumot berib boraverasiz, men berib boraveraman aka. Ben sehrli qozondan boshlaymiz aka boshida. Sehrli qozon. Ikkita aka nima? Ikkita aka qozon. Ikkita. Bunda yem qaynaydi-a? Bunda yem qaynaydi. Ekalasida ham yem qaynaydimi? Ekalasida ham yem qaynaydi aka. Mana shu yem qaynaydi. Boshqa yem. Ha. Mana. Buyda bug'doy bilan, bug'doy bilan makka aka. Bug'doy bilan makka ekan-a? Asosan bug'doy ko'proq ekan. Ha, bug'doy ko'proq aka. Suv keyin. Tagiga ham. Aka bu bezrasxod. Qo'yni o'zini tagida chiqqaniga tiqib qo'yilaveradi. Mana. Bezrasxod. Lekin eng qizig'i bu sehrli qozonni bekarga aytmayman aka. Ikkovga yarim qop sig'adi aka. Yarim qop. Ikkovga yarim qozon bir qozon bo'ladi deganingiz-da, ha? Ha. Bir yarim qop sig'adi. Ikkovga keyin bir qopdan oshiqroq bo'ladi, ikkov ko'paygandan keyin. Yolib ko'payadi. Bemalol yetadi bir mahalga. Bir mahalga. Keyin aka, sizga obunachilarga menda hamma nimaligisi bor. Men har doim yangilab beraman aka. O'zimizdan ham-da ertalab, kechqurun ovqat ertalab yegimiz kelmaydi-yu. Har doim yangilab eskisini bermaysiz. Eskisini berilmaydi aka. Qo'yga ham yoqmaydi-da. Ha, u ham endi kallasi bor, prostaligisi yo'q, gapirolmaydi. Men ham endi qo'yga o'zi 1 soat vaqtimni ajrataman-da aka. Hop, bu 15 yosh, 13 yoshligimdan boshlaganman aka. Qo'y boqib shu yoshligimdan boraman. Yaxshi qarayman-da aka, qo'yni olib borib alayh qo'ysam o'zi. Sizlarda oilaviy necha yillik tajriba bor? Menda bir 7 yilga, hozir 21 yoshga to'ldim, bir 7 yil, 8 yil. O'sha oilaviy tajribalar necha yil edi? Tug'ilib ota-bobolarimiz ham hamma yo'q 50 yil, 100 yilga boradimi? Ha, boradi aka. Boradi. Necha bosh qo'y bag'asiz hozir bayda? Hozir aka men Arashandan Seksira, Arashanga Hisora qo'shdim aka. O'zim ko'paytiryapman. Endi men ham qo'yga ishqo'z bo'lib qoldim, mehr tushib qoldi kerak o'zim to'ldirib. Zotga vahyapsiz hozir. Zotga vahyapman. Ha. Hamma ma'lumotni beriladi. Qur'onni oldiga yuringda o'chirmay aka. Qur'onni o'lik tarkib qo'ydim. Boshqa yerda bilmayman nima deydi. O'lik deydi bizda aka. O'lik. Ha. Chiliq, o'lik deydi-da. Bu qanchadan keldi mana shu? Bu mashinasi 1 million 200 mingga keldi aka. Arzon. Arzon sulta. Bu ham to'g'ri baqish uchun arzon. Arzon sult. Haqiqatan ham chotki, ba'da qurolamiz ekan, qo'ra ham. Necha metrlik qo'ra bay? Bag'i 15 metr aka. Bag'i 15 metr. Bag'i 15 metr, bag'i 20 metr. 20-25 metrmi shunaqa? 50 ga bor ekan. Ha, shunaqa aka. Ha, o'zini bayda yem turadan joylargacha qo'yilgan ekan, ha. Bayda necha bosh bitta qorada necha boshdan bor? Deylik. Bitta qorada 13 boshda aka. 13 bosh. Ha. Bayda hozir hisob taqvim aka. Ko'ray bo'ladi. 1 soat ertalab, kechki salqin 1 soatdan ko'ray. Boshlar hozir Hisora toza, ha? Toza Hisor aka. Arashaga qo'shganman, uni arashani ham bor. Katta qo'y, haqiqatan katta qo'chqarni ham qo'shgan ekansiz. Zo'ridan qo'shganman aka. Qo'chqorlar necha pul olgansiz? Oboshida. Qo'chqorlarda 8 million, 700 dollar shunaqa har xil olgan. Dollarda ham kelgani bor. Dollarda ham kelgani bor. Mayda toza Hisorisi ham bor. Qo'chqardi, ha. Hisor toza. Ular emas 22 mi 20. Bular emas, bo'g'ozga qo'shgansiz, to'g'rimi? Bular hammasi bo'g'ozga sotilmaydi bular. Prosta qo'y baqsizlar o'zim
Arashonga hisorini qo'shdim aka. Nima Arashon. bo'larkan deb o'zim. Bolani ko'rasiz. Bolasini ko'ramiz aka endi. Nasib ya bayqiladi ya sotilib ketadi aka. Ha, mana hozir yem yeb turganiga bolani ham yaxshi beradi. Endi aka bundan tushgan bola kamida bir 3-4 millionlik tushadi aka. Tushib bo'lganda ham ertaga. Chiroyli bola beradi-da. Qo'chqar ham hazillashib turadi, ko'ryapsiz-a? Qo'chqar endi Qirg'iziston qo'chqar hazillashadi aka o'zi. Odam bilan. Suzmaydi. Nechta ishlashi? 4 tish aka, 2 tish ya 4 tish. Ha, 2 tishda o'sha. 4 tishga chiqaryapti aka. Qo'chqar hazillashib turadi aka. Endi har zamonda Janovar obunachilar turishdi. keladi, o'tganda sal-pal suzib qo'yadi aka. Obunachilar ham xafa bo'lmaydi endi. Qo'ydi aka. Hazillashib turar ekan. Qirg'izistonni qo'ylarga suzmas ekan. Hazillashib qo'y ekan. Sizmaydi, o'ynashib qoladi. Ammo qo'chqar ham kichkina qo'chqar emas ekan. Qo'ylarim aka yash. Yash. 4 tish o'zim ham o'sha Qirg'izistondan 3 ta 4 ta qilib o'zim olib kelganman. Qirg'iziston. Hali hamsa kasblar ham taniydi aka. Bu endi savolda nima berasiz? Bu somon, haligi Aholi bilan terib beraman aka. terit, oddiy, hali oddiy. qimmat rasat shart emas. Yo'q. Oddiy, pahol arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi aka. Ha, 6000 ga qilgan. Paholni qirqib, terit qilib berasiz. Terib beriladi. Ha. Yana Yem beriladi aka. 2 mahal, keyin o chiliq deydimi, o'lik. Chiliq deydi, abit birlarda chiliq deydi aka. Ha, bir kunda bir mahal yeydi uni. Shunaqa ondan bir mahal deydi aka. Yemda 2 mahal yeydi. Ha, yemda 2 mahal, ertalab kechki salqi. Nechi kilo endi kilaga qo'shsang bitta qo'y nechi kilodan yeydi deb o'ylaysiz? Endi aka hisobdan qilib bir 500 gram. O'lcham bor, da. Kasada yadi. Shunaqa. O'lcham aqllab tashlayman. Endi hisob bir bo'lsa bir 400 gram, 500 gram deydi-da. Ha, o'zingiz o'lchab qo'yib olasiz-da. O'sha kuniga bir mashq qo'ylarim 3,5 ming, 4 mingga bormayapti aka. 3,5 ming, 4 ming. 4 mingga bormayapti. Obunachilarga qanaqa maslahat berasiz? Hozirgi kunda qo'chqor olib baqa yaxshimi, sovliq olib baqa? Aka endi obunachilarga endi hammani hayaligisi bor. Qo'chqarni endi 1 yilda oshiroq baqsang, u ham normально to'ydiradi aka. Yaxshi foyda qiladi. Ha, o'z obunachilar biladi ham, kommentariyga yozib ketishadi. Ha. Qo'chqarni ham bir 3-4 millionlikda olib bir yil baqib qolsang, ularni ham bir 8 million, 9-10 million sot. Yaxshi foyda qiladi bo'ladi. Amakim ham sotdi o'sha 1 yildan 1 yil 3 oy vaqtda qo'ylar to'ydirdi lekin. Sog'liqchi. Sog'liqda endi xo'p foydalanishga baqishsa-da, endi siz masalan hozir buni zotga baqyapman, qiziqishga deyapsiz, foyda qilishga ham baqasiz, bilamiz. Foydalanishga bo'lsa, foydasi bizga qiziq emas, lekin bular ertalab kechki salqin akalarim bor tomoshaga kelib turadi. Obunachilar tomoshaga kelib turadi. Endi bular ham aka ziyon qilib hali qilmaydi, lekin yaxshi foyda qiladi. Ko'rgansiz qo'shqir o'ynashyapti. Endi obunachilarga endi ko'paytirgani bo'lsa 3 million atrofida bo'g'oz o'qib qo'ya olib bakkan yaxshi. Bo'g'oz qilsa. Endi mana charchaq chiqqani, hisor qo'y tuzlar baqqani yaxshi. O'zimizni qo'ylardan olib baksa ham foyda qilaveradi. Ha. O'shida qo'chqardi ham $1000 berganim yo'q, o'shida qo'chqardi ham. Yo'q. Ha. Mana shu bitta arashani. Bayda ham bor ekan, buni qo'chqar. Ha, buni ham 1000 ga berganim. Bu ham Qirg'iziston ekan. Qirg'iziston. Hisor shikilliga. Ha. O, kashdan sortdan ekan bu akalar. Katta. $1000 $1000 dedingiz, $1200 $1000 mana. Ha, bu ham o'ynashadi shekilli-ga. Toza arashan ekan. Haqiqatan zotga baqaman deyaptilar. Nechi bosh bor vayda hozirgi momentda? Bayda bir 100 ga 90 ga yaqin qo'y bor ekan. 100 ga 90 ga yaqin qo'y bor. 100 boshga yetib qoladi. Ha. Qo'rali o'zi bo'shab qoldi, vaqtda nima? Bo'shab qoldi ekan. Sotib olindi deydilar. Ha, sotib bo'lindi aka. Ayda foydalanishga vaqilganlar sotib yotda. Aka zo'rlanib vaqtimda aka mo ichi chuqurda. Ha. Qo'y ko'rinmaydi. Ha. Endi obunachilar sotib olmasa, endi qo'ylar vobshi katta qo'ylar aka. Qo'ylar vobshi katta qo'ylar o'zim zotqa. Zotqa. Keyin aka men bayga hech kim kelmaydi, nima deydi? Doktor puxtur. O'zingiz qaraysiz. O'zim qarayman aka, qo'ydi. Yo'taliga nima maslahat? Haligilarga nima qo'tiriga, boshqa o'pcha kasal, oyoq og'ri. Hozirgi kunda oyoq og'ri yomon kuchaydi. Unga nima maslahat berasiz? Aka men bayga doktorga kirgizdim aka. Bitta qo'ydi, bo'g'oz qo'ydi. Ukar qo'yishdi. Qo'y bolasi o'lik tug'ildi. O'lik. Shundan deb o'yladim aka. Yoshligimda ishlar qilganman. Aka men hozir qo'yda ichi ketganmi, o'pkasi ketganmi, veterinarda xabarim yo'q. Qo'yda turish holatida bilaman, ichi ketganmi, o'pkasi ketganmi, hamma yo'qni bilaman aka. Shu darajaga yetib keldik aka, Xudoga shukr.
Qo'yni o'zi hamma yo'g'ini ushlaganda sezasiz. Hadi. Istimalak qolgan bo'lsa ham. Istimasi bormi? Hozir yo'talni tuzatilmaydi ko'pchilik. Yo'talni nima deya o'ylaysiz? Yo'tal tuzaladimi, tuzalmaydi? Yo'tal qo'ydi. Emermek degan dori bor ekan. Ha. O'shani 3 kun o'tkazib 9 kunda qilishadi ekan. Ha. 3 kun 9 kun qilishadi ekan. 6 kunda 6 kuni 9 kun. O'shandan qolyapti ekan, o'shani so'lyapti. Ha, yo'tal qoladi u. Terisini ustiga qilinadi ekan. Ha. Lekin uni ham bo'g'oz qo'yga qilinolmaydi ekan. Bo'g'oz qo'y ko'tarilmaydi, to'g'ri. Bo'g'oz qo'yga ukarqa bo'lmaydi asli. Aka obunachilar menga telefon qilishadi. Anaqa maslahat bo'lsa men nomerimni qo'yib ketasiz ekan. Yetmagan ma'lumotni berasiz. Ha, bu qorada faqat bakas sotuvdagi qo'ylar boshqa qorada bo'ladimi? Hammasi sotilmaydi ekan. O'zim ishqibozman, akam ham ishqiboz. Qo'yni ko'rib, aka o'zimiz bitta ikkita qilib to'plaganmiz-da. Ha. Bozordan yurib, endi qo'yga ham qarash kerak-da. Hammasini olib ketsa o'zgarmaydigani ham ko'p-da, babi. Yo, to'g'ri aka. Endi qo'yni olib kelib qo'yib uyda yotsa bo'lmaydi aka. Endi hamma narsaga ham mehr talab bo'ladi aka. 1 soat vaqtni ajratib turmasang u ziyon qiladi aka. Ha. To'g'risi gap. Haqiqatdan ham akalar nima deydi? Qo'yni ham bozorda tanlab olish kerak-da. U ba'zi bir odam chiroyini qidiradi, asli o'zgaradiganini olish kerak-da. Undaqa katta qo'chqor bo'ladi. Ham kichkina qo'ymasda. Haqiqatdan ham, lekin kichkina qo'ymas, obunachidan u. Nima deydi? Qo'y sog'liqlamini yurib holatda qarang aka. Katta qo'chqor bu. Eshik kapchimi yo sog'liqlarni ajratib o'zini basa qanday qilib ketadi? Sog'liqlamni irg'ib shunchalik. Ha. Yana ham bu katta qo'chqor. Shunaqa qo'chqor bo'ladigan tanlasa bo'ladi. Masalan, bozorda o'smaydigan qo'y ko'p-da. Yana bir obunachilarga maslahat aka. Sog'liq bayapsizmi, qo'chqor bayapsizmi? Обязательно ichida bitta qo'chqor yursin aka. Bu yerda hazillashishini. Bo'g'oz oladi. Hamda bo'g'oz oladi, bo'g'oz qo'yga kelgan qo'chqor oshmaydi. Biladi aka. Keyin u o'zgarishi ham yaxshi bo'ladi aka. Haqiqatdan ham yaxshi bo'ladi. Toza Endi ham yaxshi qo'zli qo'ylarim bor. Ularni ham ko'rsatib qo'yamiz aka. Arada ham bor, ha. Ketaverganda. O'zi qo'rrala haqiqatdan mana bo'shab bo'pti. Bega yana yangi tashlanadi, ha. Ha, aka tashlayman. Yana endi Qirg'izistonda ochilyapti. Bu qo'chqor ham o'ta katta qo'chqor aka. Lekin suyagi juda katta ekan. Vo'g'li tashlab, suyagi juda katta ekan, ha. Qo'ylarim ham kichkina qo'ymas ekan, chuqurlik uchun ko'rinmayapti. Yo'q, qo'ylar kichkina qo'ymas ekan, lekin hamma qo'chqor o'zi hazillashib turadi ekan. Qo'chqorlarda haqiqatdan nima deydi? Katta haqida qo'chqor ekan lekin. Ha. Toza arashallarni unaqa. Liniyasi boridan qo'shgan ekansiz-da. Aka, qo'chqorlarni hammasi sotilmaydi, bular urib qo'yadi aka. Ha. Ularni o'zim tomoshaga aka bu 1 soat, 2 soat diqqat qilgan kuni kelib ko'rsam aka chehralar ochiladi. Ancha kasallar yo'q ketadi aka. Hozir aka qo'y baqish haliglar rivojlanib ketyapti aka. Qo'yda baraka katta. 100% desa ham bo'laveradi aka. Men esimni taniganimdan beri boshlaganimda unda 40-60% edi aka. Hozir 100 ga yaqinlashyapti. Hamma endi aka rasmdan ishlash oson bo'lmayapti aka. Bash qo'yda 20-30 ta qilib baqiya yursammikin deyapti aka. Ular ertaga liboy payt olib chiqib sotsam pulda aka, o'sha odamlar ham bilib qolyapti aka. Yaxshi. Hammamizda bo'lsin aka. Ko'ramiz 100 ta 200 tadan bo'lsin aka. To'lib tursin. Qo'y barakali aka. Ha, barakali. Qo'y o'z baraka chaqiradi-da. Qo'y o'z baraka chaqiradi aka. Haqiqatdan mana qo'chqorlar ham zo'rini qo'shgan ekansiz-da. Bir rejimda masalan nima deydi, foydalanishga yemlayman deganlarga nima maslahat berasiz? Qanaqa yem berishsin? Qanaqa rejimda baqsin? Nech pulga qo'ya olsin? Hozirgi kunda musofirda akalarimizga ham ko'pchilik akalarimizga aka qisir qo'ya olib baqsa, uzog'i 3 oy davomida yetiladi aka qo'y. Yetiladi. 3 oyda. 3 oy ichi qanaqa yem beradi deb o'ylaysiz? Nech kilo yem yeydi? Bitta qo'y. Bitta qo'y 3 oy davomidami? Ha. Bilmayman, endi hisob kitob ko'rish kerak aka. Hop. 100 kiloga yaqin yeb qo'yadi lekin. Ya 100 kilo yemaydi aka. 100 kilo yemaydi. 100 kilo yemaydi 3 oy davomida. Kuniga yarim kilo yeydi-da pastda. Shunaqa, yarim kilodan ko'proq. 50 ga boradi. 50-60 ga borsa ham foyda qilaveradi normal, attak. 3 oy baqsa qancha foyda qiladi o'ylaysiz bitta qo'y? Bitta qo'y aka $100, million tashlaydi aka. 1 million xotirjam. 1 million, 1,5 milliongacha boradi uzoq ketsa. Yaxshi o'zgaraversa, qoni yurishib.
Endi oxirida tuzlar bilan har yoqqa mehrini berib, ukardorisini, litsenalarini qilib, chotki qilib qarasa bo'ldi aka. Endi Rossiyada yurish shart emas, musofirda yurib, aqda yurish shart emas-da agar, ha. aka. Qo'yda bir 10 ta 20 ta qo'y to'plab olib. Qo'chqarda ham masalan shu bir 5 oy 6 oy boqishga qanaqa qo'chqar tashagan yaxshi deb o'ylaysiz? Shak 4 ishlarni oldi. Ektish, shunaqa 4 ish, anaqalardan tashlasa. 6 oy davomida tayyorladi. Hozirgi kunda 4,5 million, 5 million atrofidagi. 6 oyda yaxshi tayyor bo'ladi. Sotsa ham atak bir 2 millionga boradi, foydasi o'tadi. Foydasi bo'ladi aka. Prosta hamma narsa aka mehr talabda. Mehr talab. Aslida qarash kerak. Ha, kartochka eksang ham ekib qo'ysang o'zi bo'lmaydi. Ya piyoz eksang o'zi bo'lmaydi. Mehr talab, u ham dori-porlarni qilib aka qilsang, yaxshi daromad olasan. Yaxshi daromad. Hamma narsaga ham aka. Hamma narsaga. Ya burgasi bo'lishi mumkin, ya kanasi bo'lishi mumkin. Ularga ham ukardori qilib, avzatini qarash kerak. Qarash kerak. Haqiqatan ham bu narsalar qarab, chotki qilib, hashaylarni yaxshi to'ydirib, qo'yga zo'r qarasa foyda qilaveradi. Hamma rasatdan tashqari 1 million, 1 million 200 ming, 1,5 milliongacha-da. Gapni eshitib turing aka. O'lib qolmasa foyda qiladi aka. O'lib qolmasa foyda qiladi. O'lib qolmasa. O'lib qolmasa foyda qiladi. Haqiqatan ham obunachilarga chotki ma'lumot bo'ldi. Nima deydi? Baksa yaxshi ketaveradi o'zi. Aka, molam qo'yam hamma narsa qilib qo'yasan. Imkon boricha hamma narsa. Chorvada baraka ketdi. Chorvada baraka ketdi aka. Ha. Bularga 1 soat vaqtingni ajratib, qarab, ertalab kechqurun qarab. Bunaqa masalan ba'zi birlar hammada sharoit har xil. Endi mana nima deydi? Siz yemni qaynatib berasiz. Qurg'ucha ham bersa bo'ladimi, bo'lmaydi mana shuni. Aka, endi qurg'ucha ham bersa bo'ladi endi. Kimdirga har xil aka. Kimdir uyutib beradi, kimdir pishirmay beradi, kimdir pishirib beradi. Ha. Aka, endi hozir qisir baqinglar deb obunachilar tavsiya qilyapman-ku. Tavsiya qilayotganim qurg'ucha bersa, qo'y hazm qilolmaydi. O'lishi ham mumkin, ya qiynaladi. Qassobga berishi ham mumkin. Ha. Hop. Endi uni pishirib bersak tez hazm bo'ladi. Keyin uzoq davomiy 2 kunda qo'y aytadi. Men tuzaldim, ya men bo'lmayman dedi. Uni pishirmay bersang, agar xomicha bersang, qo'y o'lish davomiga ham pichoqni davos aka. U ho'lachamda qaynatib bersa tez hazm bo'ladi. Ha, zo'r bo'ladi aka. Bo'kkenga nima tavsiya qilasiz? Qanaqa dori berishga yaxshi? Bo'kkenga eshikka chiqarib berib, buni haligindan bordi, nima deydi? Gastritdan berib turishadi aka. Gastritdan berishadi. Eshikda o'zi yozilib ketadi bir kunda. Ha, yozilib ketadi. Eshikka chiqarib berib, yuradi aka, qo'y yozilib ketadi aka. Ozgina bir pasda bir kunda yoziladi. Undaga ba'zi birlarda bir haftalab ham ovqat yemay qolib ketaganda. Yo'q. Tushunmagan odamga qiyin-da. 3 kunda o'zi aytadi aka. Aytadi o'zi akalar. Nima deydi? Haqiqatdan aka, mana shu video yaxshi prosmotr kelsa, o'zimni akamni ham qo'chqarlar beryapti. Ularni ham ko'rsatasiz. Ularni ham ko'rsatib, ular foydalanishga bahayatran qo'chqarlarni ko'rsatasiz. Albatta, yaxshi foyda qilyapti yerlarda. Toza anaqalarda. Prosmotr. Aka, bu ham meniki bir zamonaviy qilib, oddiy haligindan bo'lgan. Emas. Oddiy uy sharoitida aka. Oddiy uy sharoitida. Shaxsiy o'zimni ko'rib, oddiy uy sharoitida ana shu ham hop yog'och-pag'achlari bor edi aka. Yog'och. Rasot bo'lgan bo'lsa, oxiri bo'laman, seminga bo'lganda, to'g'rimi? 60 million rasot bo'ldi aka shayga. 60 million. 60 million. Yog'ochlari bor edi o'zimda. Mayda hozir 200 ta qo'y xotirjam sig'adi-da, to'g'rimi? 200 ta qo'y xotirjam sig'adi. 200 ta qo'y xotirjam sig'adi. Ba'da otga ham, qo'yga ham, molga ham jek qo'yganmiz aka. Ham ichida bor uni. Ham ichida bor. Unda zo'r bo'pti. Haqiqatan obunachilarga chiroyli unaqa ba'zi bir odamda sharoit bor, kichkina ikkita qo'rani o'rnini qurib, baksa bir 40 ta 50 ta qo'y baksa bo'laveradi. Obunachilar kelgan obunachilar Qashqadaryo, Samarqand, ulardan ham tomosha qilishsa kelishsin aka. O'sha uyim uydoqlar yashamaydi, o'zimni Baxshanbey. Bir kun, 2 kun qo'y so'y berib o'zim mehmon qilaveraman aka. Mehmon qilaverasiz. U haligisi yo'q aka. O'ylanmay kelishadi tomosha. O'zingiz qo'ylardan ham sotuvga chiqarasiz. Har taraflama bor. Bor aka. Savdo sotiqda ham yurasiz, o'zingiz boqasiz. Shunaqa like-ni bosib, treyler qilib, like-ni bosib, prosmotr yaxshi kelsa, kommentariyaga treyler fikrlarni qoldirsa, zo'rini chiqaraverasiz. Zo'rini chiqaraveramiz aka. Hamma yerda qo'y boqsinlarmi, mol boqsinlarmi? Keyin aka qo'yim menga buni diqqat qilyapti deb alik qilsa ham menga telefon qilishasiz, bemalol murojaatga chiqishasiz aka. Qo'limdan kelganicha
Yordam Tavsiya qilaman berarsiz. aka, ha. Bo'ldi, gap so'z yo'q akalar. Video davomida xato nuqson kamchilik bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Chiroyli qilib otangga rahmat deb yaxshi fikrlarni qoldirsangiz, bundan ham zo'rlari. Aka, men bey o'zimni ko'raman aka. Ha. Beyda qo'ylar sotilmaydi aka. Beyda tomoshaga. Keyin hamma qo'yga molmi, qo'ymi kerak bo'lsa ham telefon qilishaveradi aka. Telefon qilishaveradi. Qanaqa qo'y kerak bo'lsa ham to'g'ri beraveraman. Tamam. Lekin bular sotilmaydi aka. Sotilmaydi, lekin ishqibozchilikka tomosha qiladi. Akalar telefon qilasizlar, pastda telefon nomerlarini qildirasiz. Yetmagan ma'lumotlarni telefon qilib so'rab olasizlar. Xato nuqson kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videoda davomida xato nuqsonlarni kommentariyada chiroyli qilib yozib qo'ysalar, to'g'rilashga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.